Qani, tayyormisiz? Og'ritmaydimi? Yo'q, og'ritmaydi. Birpasda bo'ladi. Ignamiz kichkinagina. Tursunboy Tursunali MCHga qarashli TTF diagnostika markaziga yetib keldik. Qadrdonlarim, ushbu diagnostika markazida qaysi turdagi bemorlar davolanadi, biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Farzandlarimizning salomatligi siz va biz uchun juda ham muhim. Shunday ekan, farzandlarimizni malakali shifokorlarga ko'rsatish siz bizning vazifamizdir. Qadrdonlarim, diagnostika markazida bolalar vrachlari Gulnoza Jo'rayeva va Lola Qodirova opalarimiz ham rasman ish boshlashdi. Aytgandek, bolalar shifokorlarining ish vaqtlari haftada 7 kun, ertalabki soat 8:00 dan kechki payt soat 24:00 gacha. Sizda quloq, og'iz, burunda qanaqadir muammoyingiz bo'lsa, diagnostika markazimizdagi malakali shifokorimiz Abdulhofiz akaga uchrashingiz mumkin. Diagnostika markazimizda teri tanosulligi bo'limida shifokor Boymatov Muxtorjon aka o'z ish faoliyatlarini ushbu yerda davom ettiryapti. Qaysi больницада ko'rgansiz, bolalar uchun bolalar xonasi qilib qo'yilgandan. Ushbu xonamiz 3-qavatda joylashgan, ota-onalarga yengillik yaratish maqsadida bolalar xonasi juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu bo'limimiz UZI, echo, kardiografiya bo'limi bo'lib, bu yerda malakali vrach Sayyora Keldibayeva siz azizlarga malakali xizmat ko'rsatadilar. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, diagnostika markazida 1 yildan buyon kardiolog ko'rigi mutlaq bepul ekansizlar. Endilikda navbat kutmay muolajalaringizni olishingiz mumkin. Ayni damda diagnostika markazimizning laboratoriya bo'limidamiz. Laboratoriya bo'limi eng zamonaviy apparaturalar bilan jihozlangan. Qadrdonlarim, ayni damda yonimda Magnum apparati turibdi. Bu apparat viloyat miqyosida sanoqli bo'lib, bir vaqtning o'zida inson omilisiz har qanday tahlillarning natijasini siz azizlarga tez va sifatli arzon narxda chiqazib berishi mumkin. Qadrdonlarim, viloyatga borishga hojat yo'q. Diagnostika markazimizdagi xuddi shu zamonaviy laboratoriyani biz sizlarga ham tavsiya qilamiz. Hammaga birdek xizmat qilib kelayotgan Darka Darmon dorixonasini hamma juda yaxshi biladi. Qadrdonlarim, diagnostika markazimizda Darka Darmon dorixonasini 5-filiali o'z ish faoliyatini boshladi. Siz azizlarga 24/7 xizmat qilishga tayyor. Do'stlar, qadrdonlar, mana siz azizlarga Tursunboy Tursunali diagnostika markazini batafsil tanishtirib chiqdik. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, eng yaqin qadrdoningizga jo'natib qo'ysizlar. Bizning manzil Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani, Ibn Sino ko'chasi 22-uy. Azizlarim, Mo'ljal, katta banksani ro'parasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Tursunboy Tursunali diagnostika markazi sizning sog'lig'ingizni tiklaydi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.